Xudodan ancha so'rab qo'yibsiz. Juda ko'pchilik sizga nogiron yerda nima qilasan, qarab yurgandan ko'ra boshqaga teg degan qarshiliklarga bardosh berib, shu eringizni xizmatini qilib, jannatga kiraman deb qilgan harakatlaringizni evaziga biz xalqimiz bilan birgalikda 24 soat ichida $58.200 pul yig'dik. Nafaqat operatsiyaga, xudo xolasa uyga ham pul bo'ldi. Kartalarimizga $663 million pul tushdi. Bu $55.700. Bundan tashqari Toshkentdan homiylarimiz pul jo'natgan. O homiylarimizni yozuvda ko'rsatib ketamiz. Keyin bizni arendaga turamiz. Arendamiz joyini ham $600 aka o'sha joyga ehson qilib berishdi. Hozir mana pulni shu yerda bir inson beribdi. Ya Allohim, mana shu ehson qilgan barchadan Alloh rozi bo'lsin. Shavkat akadan ham Alloh rozi bo'lsin. Amin. Videoda kommentariy yozganlar hammasini o'qib turdik. Hamma bizga shifo tilagan. Hammaga Alloh rozi bo'lsin. Inshaalloh jannatlarga kirish nasib qilsin har birimizga. Kasallarimizga shifo bersin. Hech kim bunaqa yotoqda yotib qolmasin. Hammangizga rahmat aytaman. Mana shu turmush o'rtog'im inshaalloh erta oyoqqa turib, sizlar qatori ehson qiladiganlar qatoridan qilsin. Alloh. O'zi biz ehsonni operatsiyasidan tashqarisini qolgan qiynalganlarga berib yurdik. Biz o'yladikda jamoamizdan kelishgan, xalqimizdan kelishgan holatda hammasini o'zingizga beradigan bo'ldik, chunki sizlarda uy ham yo'q. Endi mana akamiz sizlarga mana 1,5 yildan beri mana shu joylarni berib qo'ldan kelgancha ko'maklashib kelayotgan. Endi eringiz hozir ojiz holatda, siz yolg'izsiz, bemor holatda eringiz, siz yolg'iz ayolsiz, mana chekka joyda birov kelib, "Men pulni olaman" deb hujum qilishdan qo'rqaman. Omonatda aka, mana shu pulni hammasini sizga topshiraman. Mana cheklari bilan bularni bansiga Toshkentga ketishiga, uy joyiga uncha-muncha yetmaganiga qilib bitta yaxshi vatan qilib berasiz, kelib bitta oshib ketamiz. Allohga shukr. Albatta qiyinchiligimiz yonimizda turibdi. Alloh rozi bo'lsin. Mana shu insondan ham Alloh rozi bo'lsin. Rozi bo'lsin. Nimaiki kasalchilik, qiyinchilik bo'lsa aytaman, baraka topsin, so'rab turadi. Yaxshimi deb holat so'rab. Mana shunaqa yaxshi insonlar ham safi kengaysin. Alloh rozi bo'lsin. Yana bittasi boshida setkazyoqda Akmal aka degan o'g'limdan ham Alloh rozi bo'lsin. Qancha so'rasak degan qilmay Alloh rozi bo'lsin berib turadi. Orqamizda mana shu 20 mana shu operatsiyalarimizga ham ancha yordam bergan o'zi shular bo'ladi. Alloh rozi bo'lsin. Amin. Tanajoning sog' bo'lsin. Hammadan Alloh rozi bo'lsin. Aziz vatandoshlar, Samarqanddagi 24 soatlik ehsonimiz yopildi. Hamma ehson qilganlarga Alloh rozi bo'lsin. Ushbu videoga birinchi o'rinda like bosasiz, ehson qilganlarga duo qilasiz, videoni maksimal tarqatib qo'yasiz, storyingizga tortasiz. Ehson qilganlar insonlar ehsoni egasiga yetib borganligini ko'rib, qilayotgan duolarini ko'rib maza qilsin. Assalomu alaykum. Aziz vatandoshlar, mana Odilxonda Alloh rozi bo'lsin, turmuchlar sog' bo'la turib boqimandalik qiluvchi qo'yganlar borda, bizdan pul so'raydiganlar. Mana shu inson mana shu temir nimada ozgina o'zlarini himlat edib, kalaskada o'tirib olib, mana shunaqa narsalarni yasar ekan. Qarang, mana shunaqa narsalarni yasab, bundan tashqari kalaskada qilib yasab. Endi hozir o'shanga ham yaramay qolganda, o'sha yara kattalashib ketgan. Mana menga niyat qilib qo'ygan ekan, shu ketamga beraman. Endi uyimga kelsanglar, bunda shashlik pishirib sizlarga pishirib beraman. Katta rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Ajal yetib yumsa ko'zimni, aytolmasam so'nggi so'zimni, men bilmasam hatto o'zimni, kimligimni Xudo biladi. Mayli meni yomonlab yuring, yiqilgan deb ustimdan kuling, faqatgina shuni biling, kimligimni Xudo biladi.